Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Tunuka klassi jamoasi va Farg'ona viloyatidagi yangi bitgan ishimiz. Akalar, darvozaxona qismiga e'tiborlarni tortamiz. Darvozaxona qismini o'rtalariga rumbik, chekkalarini 90 gradusli qilib, tillarang bilan mokri oq aralashtirib, chiroyli qilib bitkizib berganmiz. Akalar, o'rtalariga xuddi mana shunaqa qilib oynalarigacha qo'yib berganmiz. Darvozaxona qismidagi figuralariga, yulduzchalariga va shu o'yinlarga yaxshilab e'tibor beramiz. Yarashib chiqqan akalar, kommentariyada fikringizni qoldirib ketinglar. Akalar, Tunuka narxlari hozirgi kunda 115 ming so'mdan 150 ming so'mgacha qilib bitkizib berilyapti. Ya'ni qalinligiga qarab qilib bitkizib beriladi. Akalar, eslatib o'tamiz, biz polni vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz, ya'ni vodiy bo'ylab ishlaymiz. Agarda ishlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, shunaqa chiroyli qilib ishlarini bitkizib berish kerak bo'lsa, bemalol tagidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Turbalari ham hamma narsasini o'zimiz qo'yib bitkizib beramiz. Ya'ni hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi akalar. Sog' va salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.